Kapot, sizlar bilan iltimos, yo'shimbachalar o'ynaylik. Yo'q, jetil. Faqat sizlarni to'p zerib ketdim. Kapot, bir marta imkoniyat ber, iltimos. Bilamanki, jetil sanlar bittada topaman. Ey. Kapot, bir marta imkoniyat ber o'ynashga. Bizni topolmaysan endi. Shunday men sizlardan ko'p eshitganman bu gapni. Aldaysanlar-ku. Baribir bittada topaman. İltimos Kapot, bir marta imkoniyat ber, hamma aytyapti. İltimos, bir marta o'ynaylik. Mana bu qishloqqa ham aytyapti. Qishloqqa ayt. Bo'ldi, o'ynaylik, please. Crossdan yana bir marta o'ynaylik deyapsanmi sen? Senlarni bittada topaman. Mana bu qishloqqa ham aytyapti, hamma aytyapti deyapman. Senlarni bitta qilaman. Topishsa o'ysa. Kapot, o'yinni boshlasak ham bo'ladi-yo. Sen rozi bo'lding deb umiddaman. Xo'p, jetalar, men roziman. Endi o'ynashni boshlasak ham bo'lardir. Xursand bo'lsang nihoyat. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Kapot. Ularga aytdim, jetalar, baribir topa olaman dedim. Va ular javob bermadi. Bilmadim, lekin ular bittada topsam kerak yo'q deb sanasam ham bo'ladi yo'q. Mayli hey, ular topishi necha salomlashgancha topa oladi. Va boshlasa kerak yo'q. Bo'ldi, boshladik. Birinchi berlan qaraymiz. Sherlardan bo'lishi kerak edi. Men bilaman, mana shu uyda bo'lishi kerak edi. Shu qo'shnilar uyida bor edi. Polisda edi. Shunday yo'shilasiz-ku bular. Yo'talib, mayli, boramiz quduqni ichida. Yo'q. Bitta ham odam yo'q. Bormi yo'q. Mana bu uydachi eshikni ochamiz va boramiz. Qani jetillar? Yo'q. Qayerda bor? Yo'q ekan-ku. Qayerda qidirsam? Yana tog'lar sekramagan? Yo'q. Endi asta sekinlik bilan pastga tusha olsak ham bo'ladi. Endi eshikni va qani qishloqlar? Qanisanlar? Qishloqlar yo'q. Prosta yo'q qishloqlar. Ana berga bittasi kirgan. Yo'q. Olsak bo'ladi bularni, yo tegmaymiz. Chiroyli bezatilgan kravatdagi ham yo'q. Polisdagidir yo'q, polisda yo'q. Ham qaysi birida bo'lishi mumkin ekan? Shuncha qidirdim, 2 soat o'tdi oradan. Bular yo'q, nimam yo'q. Bularni cheksiz topish iloji yo'q. Qishloqlar qayda biling? Sizlarni 2 soat qidirdim. Senlar avvalo berlarda yo'shirasizlar. Eng zo'r yo'llar mana berlarda yo'shirasizlar. Nima bo'ldi sizlarga? Qayerga yo'shiryapsizlar hammang? Menga aytib beringlar bitta. Aytingki, Kapot, yo'shira olmaysan bizdek deb. Iltimos, menga ham joylaringizni aytinglar, iltimos, qishloqlar. Aytalikmi? Davay, aytamiz bo'lmasa. Ayt, qishloq, iltimos. Hayajonlanib ketyapman. Aytaylikmi, Kapot? Hay, davay, aytinglar, bo'linglar, tezroq bo'laylik, iltimos. Hamma qishloqlar, bo'linglar. Aytasizlarmi? Bo'ldimi, tamommi? Ket. Yo'q, Kapot, senga aytamiz. Ha, qishloqqa, shu yerdami? Shermi? Ha, Kapot, shu yer. Lekin bitta gap aytsam, bu yerga qishloqlar yoshilmas va kiramiz. Qani yo'q. Yo'q. Ha, ana lavandagi yo'q. Qishloqlar yo'qki bu yerga, aytinglarchi. Lavandaga qarasang bilasan. Va tushaylikchi va aston yo'li bo'lmayapti. Qishloqlar yo'li bo'lmaydigan qilinglar. Yaxshi, bu bekilishga zo'r joy. Qishloqlar tushib ko'raymi va shu yerga yoshildimi qishloqlar va kravat va pechka shular bor ekan. Shu yerda uxlab o'tiribsizlarmi nima balo? Yo'q, Kapot, bu hammasi hali edi. Kapot ana mashina ustiga bor. Keyin bilasan. Shunday qishloqlar, bu yoqqa ikkinchi qishloqqa yashaganmi? To'g'ri aytgan bo'lsam kerak. Va o'lmas menda. Kapot. Shaqqa yoshildingizlarmi? Qishloqlar, sen yoshildingmi shaqqa? Qishloqqa qanday? Hammasi bu Kapot arada. Shaqqa 3-chi qishloqqa yashaganman. Men o'zim 3 ta qishloq qiziqda o'qiyam. Hali ular ham yashagan ekan, yashagan bular. Berlar qanday chiqdingizlar? Qayerdan chiqsizlar? Endi olmos.
olmaslarga kamroq olish kerak edi. Qishloqlar maslahat beringlar menga. Bilmasa qolganlar yashagan joyini ko'rishga ketdik. Mana shu yerga yashindimi bular? Men bu yerga qaradim, kravatdagi ham qaradim, yo manzilga ham qaradim, yo shekilli. Bu yerdagi hamma joyga qaragan bo'lsang topasiz. Manzilkada yo'q-ku, manzilkada bo'lding. Pot manzilkaga yaxshilab qarasang topasan. Qaradim-ku. Pot shuni ham bilmadim, ichidaydi-ku. Meni aldadinglarmi qishloqlar? Beqamasida yo'qqa eldimi? U manzilkada kelish kerak edi. Mana keldik. Va dastak bosdik. Ichiga yo'q qishloqi. Kompot ichiga qarasang bilasan. İçine kirib bilmayapti-ku qishloqlar. Dastak shu yoqqa yo'shindinglarmi qishloqlar? Zo'r o'yalik. Meni qaraganim ham yo'q. Zo'r ekan qishloqlar. Qanday chiqarib chiqdi? Yarataylik va kompot qo'ygan joylarga aytib bermasa, uydaga borgan bo'lish kerak. Men hozircha o'sha uyda deb o'ylayapman. O'sha uyda bo'lsa kerak. Ikkinchi meni aldashdi bo'ladi. Endi aldashmaydi. Meni kirsa bo'lardi. Lekin qishloqlarga gapmi? Qishloqlar hammasi qayerda joy? Va baqiramiz. Shu yoqqa yashagan qishloq. Ha, kapot sherlarga qarab yursang topasan. Yerlarda bor. Yerlarda yo'q, qazib bersak yo'q. Yo'q. Bitta buncha bo'sh yerda bo'lishi kerak. Yo'q, bu yerda ham yo'shitmagan. Deb chiqamiz. Va yo'q. Qayerda yashagan? Bu tepada, tomlada va bu daraxt boltar olib daraxt yoniga bor. Va Alisherni cho'qdi. Alisherni debdi. Va shoqqa yo'shdimi? Voy, men o'g'lim mana shuni bilganim ham yo'q. Sig'armikan men qana? Sig'sam kerak. Va qo'ydik. Bunisini ham qo'yish kerak. Buni qanday qildinglar? Aql bovariga kirmaydi qishloqi. Odam yashanadi, bildingmi? Meni tuzatib qo'yamiz. Qishloqqa gapirmaslik uchun tuzatib qo'yamiz. Bitta bu yoqqa ikisini ham to'g'rilab qo'yish kerak. Bunday va qo'ydik. Endi kompot yana birda odam qolgan bo'lish kerak. Tushundingmi? Bo'lmasa aytinglar, meni uyimda yonda emasmi bo'ladi? Qishloqqa yur bo'lmasa, ketdik. Mana keldik. Qani u? Shu meni uyimdami? Men so'rayapman. Yo'q-ku bu yerlarda. Taxtalarni ham orasida yo'q. Bu seni uying arkasida bo'lgan. Qani qishloqlar? Qani yo'q-ku. Mana yerlarning tagida ham yo'q. Hech qayerda yo'q qishloqlar meni aldayapti. Ular yo'q-ku. Bo'lmasa boshqa ish qilamiz va qishloqlar ayting. Qishloqlar videosini ko'rsataymi? Kompot. Mana qishloqlar videosini ko'rsatsam, rozi bo'lasanmi deb bitta kompot. Hop qishloqi. Aytdi, ko'rsat videosini. Ko'rsataymi kompot. Ko'rsatsam mana hozir video kameramni chiqaraman. Va mana kompot, mana ko'ring. Sezmasa kerak. Hozir kompot chiqdi. Mana yana arkasiga o'tolamiz. Sezmay qoldi. Va asta ketdi kompot. Endi mana shularni uyda chaqirsa bo'ladi. Davay kiramiz, eshikni ochib, sekchirib yopamiz-da. Va mana shu yerga o'tamiz. Ana shu men yoshli bo'ldim. Shaqqa yoshindimi qishloqlar? Men bilmayman-da. Qishloqlar menda bizni topa olmadingizlar. Kompot topolmadinglar. Yo'q, men topasdim. Chunki sizlar taqiqlangan joylarga o'tib ketdinglar. Xo'p, bular taqiqlangan joylarga o'tib ketdilar. Shuning uchun sizlarni hisoblamaymiz. Men ketdim. Bular hisoblanmaydi. Bular qanday yoshindi, lekin bilmayman. Birlar qarab, hammaga xayrlar bo'ling.
kompot bo'ldi. Shu endi keyingi ismlarni xayri shu qishloqlar qanday yashaganini halidan beri bilmayapman. Xayr, kompot bo'ldi va shu qishloqlar bo'ldi. Hammaga xayr do'stlar. Videolarga like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga xayr. Keyingi videolargacha xayr. Sizlar bilan kompot bo'ldi.